umr cherkovda katta bo'lgan. Yoshligidan Injilni, Bibliyani o'qib katta bo'lgan. Bibliyani shu darajada chuqur bilar ekanki, hatto biz qoyil qoldik. Bir narsani aytsak, ha, falon joyda deb ayta oladigan darajada. Mana shu yigit bugunlik kunda Xristian dinining botil ekanligini anglab yetib, islom diniga kirish uchun tayyor bo'lib turibdi. Bu yigit aytib berishicha, cherkovlarda yurib, juda ko'p cherkovlarni aylanadi. Bibliyalarni shu darajada o'qidimki, yodlab yubordim deydi. Ichidagi qarama-qarshiliklarga duch kelib, ikkilanish bo'lardim. Hayron qolardim. Nima uchun qarama-qarshilik? Va hayron qolardimki, bir joyini, bir cherkov olsa, ikkinchi joyini ikkinchi cherkov olardi. Bir-biriga qarama-qarshi. Bir-biri bilan kelisha olmaydi. Nima uchun bu darajada? deb men hayron qolardim. Birga borsam ta'sir tushadi. Yana birga borsam, yana bir holat. Birontasi meni qoniqtirmadi. Va oxir-oqibat islom oldiga keldim. Menga islomni bir ko'rsatib berdilar. Islom qanaqa din deb keldim. Bir kitobda oldim. Va biz unga ochiq aytdik. Hidoyat Allohning qo'lida. Biz seni islom bilan kiritishimizga nimamiz yo'q. Harakatimiz. Hidoyat Allohning qo'lida. Qalbingga Alloh hidoyat qilsa, hidoyat solsa, kirishligi mumkin. Senda xolislik bo'lsa, senga Alloh haqiqatni ochib beradi. Xolisona yondasang, biz senga ochib beramiz islom nimaligini. Va Qur'on, hadis, payg'ambar, din borini ochib berdik. Islom mana shu. Soddagina din. Unda ortiqcha narsalar yo'q. Asl islom mana shu. Ochib berdik. Bir qancha video kasetlarni qo'yib berdik, audio kasetlarni eshittirdik, birikta kitoblarni berdik, mana shu Pavlovning kitobini berdik. Mana shundan katta ta'sirlandi Pavlovning kitobidan. Что Bibliya говорит Muhammadning kitobini berdik, o'qib tan berdi. Va oxirida biz islomni qabul qilmadik. Biz yo'q dedik. Bu 2 hafta oldin qabul qilmoqchi edi, 10 kun oldin. Biz yo'q dedik. Sen oldin yaxshilab ko'rgan. Obdan o'yla, obdan tushun, tagiga yetib bor. Ko'rona kirma islomga. Mana bu o'quvchi, mana bu filmni ko'r, mana o'tir, qara, ko'r. Eshit, mana bunga nima deysan? Mana bu, mana bilan ichidagi payg'ambarimiz haqida kelgan bashoratlar. Mana buni o'qi. Ana undan keyin ko'ramiz. O'qidi, o'rgandi, yurdi, ko'p savollarga murojaat qildi, o'zini bor nimasini gapirib berdi. Oxir-oqibat hammasini anglab yetdim. Tushundim. Islom haq din ekan. Iso payg'ambar bashorat bergan din mana shu ekan. Men endi tushunib yetdim Bibliyaning ichidagi gaplarni. Ba'zi bir gaplarini endi anglab yetdim dedi. Va tayyorman, nima qilay, qanday qilishim kerak dedi. O'zimga aytdim. Islom bilan kirishda ham oson. Ichki tozalanish, sirtqi tozalanish. Ichki tozalanish, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Niyat bo'yi kроме Alloha, Muhammad rasululloh. Aytasan, eng buyuk haqiqat. Qalbingga javob berasan, qalbingdan ishonasan unga. Bu ichki tozalanish, yana haqiqatni tan olish. Va sirtqi tozalanish. G'usl qilasan. Shu bilasan. Islomga kirish niyati bilan. Bo'ldi. Sunnat qilishcha deydi. Darrov. Sunnat qilish keyin bo'ladi. Birinchisi mana bu. Unga ham tayyorlangan. Va mana shu ichimizda turibdi. Hozir so'zini eshitamiz. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Я Стилев Алексей Сергеевич, родился в городе Черчке 26 января 1979 году. Сам я по национальности русский. Вырос я в маловерующей семье. Родители редко ходили в церковь. В 10 лет я с ними пошел в православную церковь на праздник Пасхи. Этот праздник меня привлек туда, и я стал постоянно посещать православную церковь.
При православной церкви есть воскресная школа, в которой я учился 5 лет. После чего я был поставлен пономарем в православной церкви. Помогал священнику при службе. Пономарь – это низшая часть иерархии. То есть, иными словами, это церковнослужитель. Со временем духовного роста стал я являться чтецом и певцом православной церкви. Краткое время учился в Ташкентском духовном училище, которое дало мне знания разбираться догматически в Библии. С этим временем я посещал многие конфессии православные. Также нес послушание в монастыре. Когда я посещал конфессии, там также говорили о Библии много догматически. Но у меня душа не лежала, потому что взять, к примеру, поколение веры. Туда, если придешь, там все только танцуют и поют. Музыка, колонки, там ничего нету духовного. Это несерьезная религия. Придешь в другие, например, взять свидетелей Иеговы. Они, проповедуя, навязывают религию всем людям, которые ходят, гуляют по улице. Я считаю, что человек, который ищет истину, он сам, придя в религию, будет узнавать ту истину, которую он ищет. Придя в мечеть, я поговорил с имамом, взял духовные книжки, читал их, узнал, что есть такая книга Коран, ниспосланная Аллахом через пророка Мухаммада. Сколько я читал Библию, в Библии ни разу не было сказано о пророке Мухаммада. Только здесь, именно в исламе, я больше всего узнал о противоречиях в Библии. Их больше всего 100 в Библии противоречий. Я сейчас волнуюсь, вы меня извините, немножко просто... Поэтому, как за краткое время я изучил догматы ислама. И именно здесь, в этой религии, я нашел именно ту человечность и ту истину, которую искал по всем религиям. Тот опыт, который я перенял в православной церкви, мне послужил в духовном поднятии. И теперь, когда я прихожу в мечеть, мне духовно легко. Хотя я не знаю языка, но душа у меня призывается к Аллаху. Я понял, что не нужно обращаться к Аллаху через другие лица, а нужно обращаться напрямую к Аллаху. И как говорится в духовных книгах, я пришел не принять ислам, я пришел возвратиться в ислам. То есть я был в исламе еще в чреве матери, а родившись, я крестился в православной церкви, а поняв ту истину, я возвратился в ислам. Хвала Аллаху, направившему меня на этот путь. И пусть те, кто люди ищут истину, и поможет им Аллах. Ла илаха илляллах
Мухаммадом Расулуллах. Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад посланник его. Allohga hamd sanolar bo'lsinki, Alloh kimni hidoyat qilsa, millatiga qaramasdan ertanmi kechmi unga haq yo'lini eshigini ochib bergan. Ayniqsa boshqa dinlarni chuqur o'rganib, o'qib, haqiqat izlab, islomga keldi, haqiqatni topdi. Bu yigit faqat endi eshitgan eski olayllari har xil gaplarni gapirishiga mumkin. Bu tabiiy. Tarixda bunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan. Birinchisi Payg'ambarimiz alayhissalom zamonlarida Abdulloh ibn Salom degan asli yahudi haqiqat izlagan. Yahudi dinini chuqur o'rgangan. Borib xristian dinini chuqur o'rgangan va u avvalgi ilohiy kitoblarda Muhammad alayhissalomning kelishligini eshitgan. Sifatlarini o'qigan va u mana shu insonni qidirgan, axir topgan, suhbatlashgan, Muhammad alayhisalom keltirgan dinni eshitib o'rgangan, bilgan asl maqsad nima ekanligini va o'sha Tavrot va Injillarda bashorat berilgan payg'ambarning sifatlarini hammasini Muhammad alayhisalom topgan va siz ana o'sha bashorat berilgan payg'ambarsiz deb kalimani aytib islom diniga kirib musulmon bo'lgan. Va shu o'rinda u aytganki, ey Muhammad alayhissalom, siz guvoh bo'ling. Shu kungacha men haqimda yahudiylardan agar xristianlardan so'rasangiz, men haqimda yaxshi gaplarni gapirishadi. Meni ulug'lashadi, menga ishonishadi. Lekin islom diniga kirganligimni eshitganlardan keyin meni qoralashni boshlashadi. Ishonmasangiz o'zingiz sinab ko'ring. Va xuddi shunday ham bo'ladi. Abdulloh ibn Salom asli Husayn bo'lgan, payg'ambarimiz keyin ismlarini Abdulloh deb o'zgartirganlar. Bir pardani orqasiga bekinib turadilar. Payg'ambarimiz yahudi va xristianlarni katta ulamolarni chaqirib jamlaydilar. Va sizlar Abdulloh, ya'ni Husayn ibn Salom haqida nima deysizlar deganda, u bizni boshlig'imiz, u bizani ko'pimiz, u bizani olimimiz, u bizani ishonganimiz, u yaxshi odam, u rostgo'y odam, u to'g'ri odam, xullas maqtatchi. Bizani peshvoyimiz deb. Payg'ambarimiz aytadilar, o'sha odam islom diniga kirsa ishonasizlarmi? Bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin emas. Osmon uzunligiga tushishi mumkin, lekin odam musulmon bo'lishi mumkin emas deganda chaqiradilar. Abdulloh ibn Salom kirib keladilar. Hamma oldida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytib yuboradilar. O'sha zahotda o'zida maqtab turgan, yuqoriga ko'tarib turgan yahudi va xristianlar, sen yolg'onchisan, sen sehrgarsan, sen unaqasan, sen bunaqasan degan gaplarni aytib qoralab chiqib ketishadi. Shunda Abdulloh ibn Salom payg'ambarimizga qarab, "Ya Rasululloh, ko'rdingizmi bular shunaqa odamlar. Shuning uchun hamma haqiqat izlaganman. Bular asli mana shunday insonlar." deb ularning asl basharasini ochib beradilar. Lekin Alloh bu yahudi va xristianlarning ichida ham yaxshi insonlar borligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ala Imron surasining oxirgi oyatlarida "Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innalloha sari'ul hisab." Albatta ahli kitoblarning oralarida, yahudi va xristianlarning oralarida shunday insonlar ham borki, ular Allohga iymon keltirishadi va sizlarga nozil qilingan kitob Qur'onga ham iymon keltirishadi va ularga ham nozil qilingan Tavrot va Injil, Zaburlarga ham iymon keltirishadi. Alloh uchun ular xushu' bilan turadilar, haqso turadilar, Allohdan ular qo'rqadilar. Ular Allohning oyatlarini ozgina qiymatga, arzon pulga sotib yuborishmaydi ular. Ana o'shalar uchun Parvardigorlarning huzurida ularning ajr mukofotlari bor. Albatta Alloh hisobni tez qilguvchidir.
deb Alloh taolo ularning ham ishlarida shunday haqiqat bo'ylari, haqiqatni izlaydiganlari bor ekanligi va ular asl Tavrot va Injilda katta bo'lib yurib, lekin asl haqiqatni mana shu Injil va Tavrot orqali topish imkoni borligi, oqibatda yagona Allohning o'ziga, yakka o'ziga iymon keltiruvchi insonlar chiqishligi va Qur'onga ham iymon keltiradiganlar chiqishligi Alloh oldindan bashoratini berib qo'ygan va bu qiyomat qoyimgacha davom etar ekan. Alloh taologa hamd va sanolar aytamizki, u zot haqiqatni ochib beradi. Haqiqat egilarkan, bukilarkan, lekin sinmas ekan. Duo qilaylik. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarak ismuk. Allahumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Parvardigor o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Maqtovlar, olqishlar bo'lsin. Bu birodarimizni haq yo'lga hidoyat qilganing uchun o'zingga hamd va sanolar aytamiz. Parvardigor bu birodarimizni o'zing islom yo'lida yanada mustahkam qilgan. O'zini haq dinining qonun qoidalarini, sir asrorlarini o'zing ochib bergan va oqibatini xayrli qilgan. Va adashib yurgan, ilmsizlik bilan na Injilni biladi, na Tavrotni biladi, na Qur'onni biladi. Shunchaki ko'chada islomni qoralab, yomonlab, musulmonlarni qoralab, mana Xudoning kitobini topoldim deb Injilni ko'tarib da'vat qilib yurganlarga ham Allohim o'zing insof bergan va hidoyat bergan. Haq yo'lga o'zing boshlagan. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.